Onasini ham odamlar yozyapti. Ko'tlikni ham targ'ib qilishsa deyapti. Uni ham qilishdimi? Ha? Ko'tlikni ham targ'ib qilishdimi? Yo'q, ta'rif qilmadi. Endi video oluvdigu ham chiqib ketib qoldi-da. Bir kunda 1,5 million prosmotr boribdi. Voy balla. Hoji akanikiga 2 marta bordim. Mana hozir ham yerdan keldim. Hoji akani ukalari deyaptiki 15 sutka deyaptilar. Siz bordingizmi deyapman. Borib ko'rdingizmi desam, ha yo'q, hali borganim yo'q. Yuring boramiz desam, yo'q deyapti, 12 kundan keyin chiqib keladi deb. Hojini ukasi bormi? Ha? Radmi tug'ishganmi? Bir tomdan tushganmi? Ha, bilmaysizmi? Yo'q. Ha. Ukasi bor. Yuring desam, yo'q, 12 kundan keyin chiqib keladi deb. Qanday men xabarim yo'q. Men shuncha Namanganga borganman. Ukasi borligini menga aytmagan-ku. Bitta bo'lmagan. 16 yilda Rossiyadan endi keldi. Ukasimi? Ha, 16 yilda keldi. Bacho nima bo'ldi? Bacho yo'q. Bacho uydan chiqmayapti shekilli. Telefonlarni ham tashlab yuborgan shekilli. Partizanga. 43-levelda bitta odam turibdi qani? Kuchli odammi? Yalg'onchaki level ekan bu qani? Lekin Nurbek qanday? Nurbek ham Ashetda onalarini, Ashetda ekan onalari ham kecha, bugun emas, kecha Ashetda bo'lgan ekanlar. Yebat, 41 ta vinimiz bor ekan. 41 ta vinimiz bor ekan, buni qaranglar. Lekin qaysidir daras videochilar aka xursanoy bo'lgan o'tgan ishlardan, ey. Xursand bilib, zo'mbara chalib yuribdi pidaraslar. Chortlardan. Ertalab sharaq qilib ochadi eshikka, padyom beradi. 1 minut vaqt o'tadimikan? Etti nimalar xayoldan o'tmaydi. Qaysidir sukalar xursand bilan. 4 kundan keyin mana nima kutyapti ekan degan xayol kelmaydimikin shularni. Yaxshi ham deb gapiryapsiz-ku, biz shuni ham birovga ravo ko'rmaymiz aka. Qo'limizdan kelsa yaxshilik qilamiz, bo'lmasa yomonlik ham qilmaymiz aka. Mayli, Xudo sabr bersin yaqinlariga. Bilib qo'y. Men ko'raverman. Bizda ham bunaqa situatsiya bo'lgan, bizda ham 5-6-7 marta bo'lgan. O'sha payt ham ko'rganman. Kimligini, kim qanaqaligini, kim hammasini ko'rganman. Shuning uchun qarab turibman hozir. Men bilasan, temalarga, muammolarga aralashayotgan hozir kerak emas menga. Hali gaplashayotgan vaqtimiz bo'ladi. Biz TikTokda gaplashmaymiz. Biz hayotda gaplashib olamiz. Og'ir gaplashamiz ular bilan. O'ta og'ir gaplashamiz. Shunday. 2 kundan beri telefon tinmaydi-da. Bitta gapirib tursin. Dubayga kelasanmi? Dubayga o'tiramiz. Mehmon qilaman desam, kuchuydi balasida yugurib kelib o'sha gapirayotganlar. Kelgandan keyin mana bir o'zim bilaman qanday gaplashdi. Shoshilma. Shoshilma. Ishi bor hali ular. Shoshilma. Ana bir ikkitalari kalku mana yo'q qo'ydi komment ochib. Komment kim ochib qo'ydi? Vertolyotda znachogi borki, Shu kalkalasiga tamg'ay qo'yib jo'natib yuboring. Bitta biz vertolyot qo'ndiramiz uning kallasiga. Onasining uchun territoriyadan tashqarida bir sahroga kabir kameralar jo'mayotgan bir joylar bor. O'sha yoqqa borgan paytimiz mashinamizda o'zidan o'zi onasining uchun balon teshilib qoladi, cho'lni o'rtasida. Kim bilmaydi. Borlar bir kishi aytiladi. Ha, shu borgandan keyin shu kechasi bir manaki cho'lda ilonlari, cho'lda mana echkimirlari bor. Yeb ketibdi deylar, tamam, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Yeb ketibdi. O'lja bo'lib qolibdi deylar, tamam. Bundan hech kim qamalgan yo'q aka, hech kim qamalgan cho'tki. Onasining uchun bo'g'ilmasin. Boshida bor ekan. Shoh men bilan ogohlantiruvdim-da. Sizlarni senga ham aytganday bo'ldim yo aytmadim. Hoji bilan bilat anavni azida qayta 3 martalab ogohlantiruvdim-da. Qo'toq bormidi, qabristonga kirib olib, video olib senlarga men hayron qolaman. Onasini ham sayaqda yotgan insonlar nima qilasizlar tinch? Akadan chiqqan fikrda.
Onasini emsan, dinni tushunmaganim uchun dinga aralashmayman-da. Kallam yetmaydi, aqlim yetmaydi. Men diniy yashayotgan inson emasman, tan olaman. Shuning uchun lekin eskitdan bitta gap bor. Mozorga borganda eskitdan. Bular bilan mozorga borib tepasida, qabr tepasida so'kingandan keyin nima bo'lsin? Ye? Shu qabr tepasiga borib so'kingansizlar bilan. Kim biladi onasini emsan, senlar borib turib video olgan qabristonda qaysidir hokimni, qaysidir katta odamni otasi yoki qarindosh urug'i yotgan bo'lishi mumkin. Senlar kattaroq odamni dumini bosib qo'ygansan, ana shuning uchun shunday bo'lib ketding. Moshabardan 5 nomer moshalarda borib uylaringga kirib, unday qilib olib ketishmaydi. Qaysidir kimdir katta bir odamni qarindosh urug'i yotgan joyda borib turib bezovta qilib qo'ygansizlar sizlar. Javob. Bildingmi? Galichkani bosishayotganda voy deganman. Bitta men o'zim tushmayman men bu videoga deganman. Ana yo'q bo'lib ketdi aka video ijtimoiy tarmoqda o'chirilib ketdi. Yo'q endi bu video. Ha, yo'qotinglar, unaqa video olmanglar onasini. Jannatim opam deb Jasmin opani, opam akami. Jannatim opam haqida unday deyma deb. Onasini inson odamlar yozyapti, ko'tlikni ham targ'ib qilishsa deyapti. Uni ham qilishdimi? Ha? Ko'tlikni ham targ'ib qilishdimi? Yo'q, targ'ib qilmadi. Endi video oluvdigu ham chiqib ketib qoldi-da. Bir kunda 1,5 million prosmotr boribdi. Voy bala. Instagram qamatadi odamni, Instagram. Mana shu joyimiz tinch. Instagram qamatar ekan odamni. Melisa o'ziga kanaliga chiqib ketibdi, bacho. Bachoga ham yaqin. Bacho ham bilib bilmay ko'p ish qiladi. O'zini osgan Melisa o'zi kanalga chiqib ketibdi ona. Kimi bacho deydi? O'sha kuni men bilan o'zini osishda o'ynagan bacho.